Bugun har birimiz iste'molchimiz. Savdo do'konlari, rastalar, dorixonalardan turli mahsulotlar olamiz, iste'mol qilamiz, foydalanamiz. Xo'sh, iste'molchi sifatida haq-huquqimizni bilamizmi? Huquqimiz buzilgan vaqtda qayerga, qanday tartibda murojaat qilishdi-chi? O'zbekiston Respublikasining iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuni 1996-yil 26-aprelda qabul qilingan. Mazkur qonun 30 bobdan iborat. O'chi tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan iste'molchilar haq-huquqlarini himoya qilinib, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish Namangan viloyat hududiy birlashmasi Uch tuman jamiyatiga joriy yilning o'tgan davrida 8 ta murojaat kelib tushdi. Bu murojaatlarning 6 tasi kommunal sohada, bitta savdo sohasida, bitta huquqiy masala bo'yicha kelib tushgan barcha murojaatlar mutaxassislarimiz tomonidan o'rganib chiqilib, iste'molchi foydasiga hal qilindi. Shundan bittasi sud tomonidan hal qiluv qarori chiqarildi. Men Gulbog' mahallasida yashayman. Chiqindilar vaqtida olinmayapti. Shu bo'yicha murojaat bilan keldim. Yaxshi, bu masalalarni ko'rib chiqamiz. Fuqaroning chiqindini vaqtida olib ketmaslik va ko'rsatilmagan xizmat uchun noreal qarzdorlik bo'yicha qilingan murojaati 15 kun muddat ichida o'rganib chiqildi. Haqiqatdan ham 735 ming so'mlik noreal qarzdorlik aniqlanib, fuqaroning foydasiga ijobiy hal qilindi. Iste'mol sifatida huquqingiz buzilsa, qaysi tashkilotga murojaat qilasiz? Albatta, iste'molchilarni himoya qilish idorasiga murojaat qilamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Iste'molchi sifatida huquqingiz buzilsa, qaysi tashkilotga murojaat qilasiz? 1091 ishonch raqamlariga telefon. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalom. Iste'molchi sifatida huquqingiz buzilsa, qaysi tashkilotga murojaat qilasiz? Albatta, iste'molchilarning huquqini himoya qilish tashkilotiga. Rahmat. Bu tashkilot haqida tushunchangiz bormi? Ha, albatta. Huquqimiz buzilsa, masalan, yaroqli muddat o'tgan qanaqadir tovar olsak, maishiy texnikami, misol uchun ishsiz holatda chiqsa, shu tashkilotga murojaat qilishimiz mumkin. Rahmat. Hurmatli iste'molchi, siz albatta xarid qilganingizdan so'ng kassa chekini olishni unutmang. Bu sizning foydangizga xizmat qiladi. Men yosh iste'molchiman. Ayni vaqtda Uch tumandagi mavjud 46 ta umumta'lim maktabining 9-10 sinfida o'qiyotgan o'quvchilar o'rtasida ana shu mavzuda insholar tanlovi bo'lib o'tmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchi yoshlarimizda iste'molchi sifatida huquqlarni qay darajada bilishlari hamda kelajakda bu boradagi bilimlarni yanada mustahkamlashdan iboratdir. Bugun 15-mart Xalqaro iste'molchi huquqlarini himoya qilish kuni. Shu munosabat bilan barcha iste'molchi huquqlar tizimida faoliyat olib borayotgan tuman shahar raislari hamda xodimlarni kasb bayrami bilan muborakbod etamiz. Jamiyatimizda iste'molchi huquqlarini, manfaatlarini himoya qilish yo'lida olib borayotgan ishlarga ulkan zafarlar tilayman. Yana bir bor kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Iste'molchi huquqlarini himoya qilish xodimlari